Sahabeler Allah ulardan razı bo'lsin. İki alemge rahmet kılıp evetilgen Peygamber aleyhisselamның yetekçiligida Ramazanның 16. günü 3 tane xurma bilen roz tutup Bedir uruşuğa çıkan idi. Qarindoshlar, Bedir bilen Medine'nin araligi 150 kilometre keladi. Ular putlarini yerga basqanda, ularning putlari qumga 20 santimetr patadi. Ularning putlari qumda kuyib, qizilib chiqqan edi. Kun tiklangan vaqtlardami to'xtamay minib 100 kilometr musofani besib bo'lgandan keyin tush vaqtida Payg'ambar alayhissalom sahobalarga iftor qilish buyrug'ini berdi. Bu yil ro'zaning tunji farz qilinishi bo'lib, Payg'ambar alayhissalom va sahobalar tunji ro'zani shuncha hayajonli ichida tutgan edi. Sahobalar Payg'ambar alayhissalomdan: "Ey Allohning payg'ambari, bu cho'qim ro'zamizni buzishga qilingan buyruqmi?" deb so'raganda Payg'ambar alayhissalom: "Yo'q, majburiy emas. Safarda bo'lganliginlar uchun iftor qilishga ruxsat" dedi. Qarindoshlar, sahobalar shu vaqtlarda eng ko'p bo'lganda 3 tane xurm bilan so'rliq yegan edi. Uning ustiga u vaqt 8-oy bo'lib, kun uzun edi. Ham qattiq issiq edi. Ularning yanida hozirgidek ne meva suvi, ne mineral suları yo'q edi. Qarindoshlar, sahobalar Payg'ambar alayhissalomga nima deganligini bilishni xohlamsizlar? Ular: "Biz Allah bilan uchrashish ehtimolligi eng yaqin bo'lgan yerga ketyapmiz. Ya'ni shahidlik sharobini ichish uchun ketyapmiz. Agar safarda iftor qilish majburiy bo'lmasa, bizni roza tutishga ruxsat qilgin. Biz roza tutamiz" dedi. Qarindoshlar, shu kuni iftor vaqti bo'lganda sahobalarning yanida faqatla bir uchum xurm bor edi. Ular xurma yeb emas, balki xurmini yalab iftor qildi. Hozir biz Ramazanda faqir miskinlar tartiyotgan ochlik azobini bilish uchun roza tutamiz davatimiz. Undaqda ochlikdan nimalarni bildik? Xurma yalab roza tutib 24 soat vaqtni o'tkazib, sahobalardek 4 kilolik qilich bilan hozirgi Abu Jahillarning beshiniga saldikmi? Qarindoshlar, o'ltirib obdan o'ylanib baqayli. Bir qism Allohning ashaddiy dushman bo'lgan insonlar qandoq bo'lib Ramazon oyida islom diniga kirdi? Bularni bilishni xohlamsizlar? Nima uchun ular bizning Ramazonimizni shuncha ko'p ko'tirdi? Bularning bir aniqlamasi bo'lish kerak. Hozirgi bu Ramazonlarimiz ilgariki Ramazonga o'xshamay qoldi. Har xil taomlarni ko'z-ko'z qildigan kishilarga la'nat bo'lsin. Biz Ramazonda bir teri bir so'ngak bo'lib qolishimiz lozim. Lekin biz Ramazonda samirib ketyapmiz. Farzimcha farishtalarmi insoniyat yaratilgandan buyon insonlarning hozirgi holatini ko'rib boqmagan bo'lishi mumkin. Allah qaytish, Allah'tan qo'rqish odatini yetildirish, barliq g'imimiz qadr kechasini tabishga intilish bo'lgan bu oyda nimalarni qilyapmiz? Qarindoshlar, bizning Ramazonni salgan dasturxonlarimizga farishtalar kelmayotdi. Biz uda 3 kun qo'risqi to'yib boqmagan Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ummati emasmi? Qarindoshlar, taomlarni isrof qiladigan iftorlarni to'xtayli. Payg'ambar alayhisalom dinni siyosiy vosita qilib ishlatganligi hammamizga ayon. Bu yerdagi vosita nimani ko'rsatdi? Buni bilamsiz? Payg'ambar alayhisalom kashti yeli narisi yo'q, och qolgan, iftor qila olmagan, so'hurliq yelmay, ertasi yanlar roza tutadigan kishilarni to'yg'izinglar, Allah sizlarga ajr beradi degan. Mana bu Payg'ambar alayhisalom bizga ta'lim bergan iftor qildirishdan ajriga erishish vositasi. Ana shu vositani ishlatmay turib, ajriga erishgili bo'lmaydi. Qarindoshlar, kechida kolidak yeb roza tutgan kishilarni iftor qildirish Payg'ambar alayhisalom degan iftor emas. Balki iftorni vosita qilib, yaxshi yeb, yaxshi ichish deyiladi. Bu ahvolda qarindoshlaringizni, do'stlaringizni va yaqinlaringizni chaqirganingizda iftor nomi bilan emas, balki yeb ichish nomi bilan chaqiring. Qarindoshlar, iftor dasturxonini kunlab soatlab tayyor qiladigan ishlarni azotayli. Ayollarmi Ramazondagi ibodat soatlarini oshxonada o'tkazib o'tishda Allohdan qo'rqsin. Allah qo'risqingizni och qo'ying dedi. Buningga atlandik. Amni ijro qilishimiz lozim.